Assalom. Bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan darsim kunjut pranik. Buning ketadigan kerakli materiallardan seriq may 500 gram, sumay 200 gram, sika 400 gram, sika uni 200 gram, qatiq 100 gram, su 275 gram. Mana o'xshash ugundilar pishirib yaxshi bo'lmay qolgan pishiriqlarni ezib no'g'ishda ana elga o'tkazib olgandik oldi. Mana o'sha ugundilardan 725 gram un 725 gram, qo'sh ko'ptirgich, podafin 15 gram, suda 15 gram. Mana bu materiallar ketadi. Endi ishlash bosqichiga o'taylik. Qachimizga seriq mayni, sumayni, anadagi sudani qo'yib olib, undan yaxshi ko'ptiramiz. Seriq may, sumay, suda ichini ko'ptirib, mashalat kelgandan sekan solamiz. Sekan silib, davomli ko'ptiramiz. Mana sekan solamiz. Sekan silib, davomli ko'ptiramiz. Yuqori qotib ko'ptiraveramiz. Undan keyin sika unini solamiz. Sikansi bir qur ko'ptirib olgandan keyin sika unini silishdan burun to'xtatib qo'yib turib solamiz. Bo'lmasa bek to'zib ketadi. Sika unini silib, bir qur mag'uz olamiz. Tevarak tushirib, mag'uz. Uni sepib bo'lgandan keyin hamda qatiqni qo'yamiz. Qatiqni qo'yamiz. Qatiqni qo'yib bo'lgandan keyin suvni qo'yamiz. Suvni qo'ygan vaqtida bo'shroq cho'kib qo'yamiz. Bir qurib cho'kilib suv yeyilib bo'lgandan keyin endi buni to'xtatib unni beramiz. Ko'ptirib tayyor qilgan aralashmamizni mana dasga qo'yib oldik. Endi buni ustiga un bilan ugundini qo'yamiz. Ugundini unni qo'yishdan burun mana ko'ptirgichni unga qo'yib o'tamiz. Un qo'yib o'tib, buni bir qur yezib o'tib, endi keyin xamir yug'uramiz. Unni yarmini qo'yib, endi keyin ugundining yarmini qo'yib, xamir yug'urib olamiz. Aralashtirib, işte xamir yug'urib olamiz. Yana qolgan unni, ugundilarni qo'yib, xamir yug'uramiz. Unda azroq qilib qoldim men. Mana bir yug'urib bo'lgandan keyin ko'rib boqamiz. Mana unlarni zazalan berib bo'lgandan keyin xamir mushtaq bo'ladi. Mening zazarimga men 200 gram yana qo'shib qoldim. Nimishqa deganda, zaza ba'zi vaqtda yumshoqroq chiqib qolsa, sal jiqroq qo'shib to'g'ri keldi. Bak qurg'oq bo'lib qolsa, muvofiq shu 725 gram o'zi muvofiq bo'ldi. Mening bugungi zazarim sal nam qo'shdi. Shunga sal suyuq bo'lib qoldi deb men yana 200 gram qo'shdim. Mushtaq xamir bo'ldi-jimi? Mana mushtaq yumshoq xamir bo'sh bo'ldi. Buni bek bo'sh ketdi deb yana qo'shib yurmaysizlar. Yumshoq chiqdi bu, bek yumshoq paxtadeklar. Ko'rdinglarmi? Yumshoq suyuq paxtadek. Buning demak suyuq bo'lib ketsa, bek epsiz bo'lib qoldi. Mushtaq bo'lsa normal. To'g'rimi? Endi ishlashga o'taylik. Yana bir ko'rsatay, men xamir shundoq yumshoq paxtadek xamir bo'ldi-jimi? Biza Mesela paxtada xamir bo'ldi. Bu xamirni bek chinqib etmaysizlar. Askartish xamiringlar chin bo'lib ketsa, o'xshamaydi, qattiq chiqib qoldi. Qancha yumshoq bo'lsa shuncha yaxshi. Qo'linglarga bunday boshroq chaplashib qolsa hech nima bo'lmaydi. Men bekrak servatsanglar, endi chaplashmaydi. Endi jiqroq tutgandan keyin biza chaplashib qolsa endi servatsanglar bo'ldi. Qancha yumshoq bo'lsa shuncha yaxshi. Tutaliqdek bo'lsa bo'ldi-ya. Buni bek nima quyuq qattiq qilib etmaysizlar. Yumshoq paxtada xamir bo'ldi. Men ko'p askartdim, shunga diqqat qilinglar. 40 gramdan üzüp algan
Xəmirimizni mədə zoğul qılıb aldıq. Zoğul qılıb alğandan keyin üstüge tuxumның eqini sürüp, tuxumның eqini sürüp küncütke basımız. Bir yumuşaq avaylap alımız mana. Küncütke besip alsaq buldu. Bunu lısk tizimiz. Lıskımız tizip alımız. Oldun ola qızdıqan duxapkaga silip 200 gradusda 20 minutda tayyor bo'ldi. Uyning duxapkasi bo'lsa ostiga silib 10 minutdan keyin o'tir baldaga ko'tirsizlar. 10 minut to'g'izib olsanglar bo'ldi. Cho'ng duxapka bo'lsa ostini 190, üstini 200 ya 210 tangshab 18-20 minut tayyor bo'ldi. Jami pishish vaqti 18-20 minutda, aslida 10 minut o'tir baldaga qo'yib 8-10 minutda pishidi. 20 minutda tayyor bo'ldi.